Hammaga assalomu alaykum do'stlar. Meni ismim Abduaziz. Hozirgi paytda Los Anjelesda yashayman. Ko'pchiliginglar meni o'zimdagi Instagramda qilingan kontentlar orqali tanisanglar kerak. Bu video hamma uchun emas, prosmotr uchun harakat qilmayman. O'zimni eski YouTube kanalimni rivojlantirishga qaror qildim. Bunga sabab esa ko'proq o'zimni ustidan ishlash, xatolar kundaligi degan rubrikani boshlamoqchiman. U rubrikada ko'proq o'zimni qilgan xatolarim, o'rganayotgan xatoyim yokida qanaqadir yechim topgan bo'lsam, sizlar bilan ulashishga harakat qilaman va shu qatorida o'zimga commitment qilaman. Ya'ni bitta narsani sizlarga aytadigan bo'lsam, shu narsani qilishga shansim kattaroq bo'ladi, chem o'zim prosta tak o'zimga yetganimdan ko'ra. Va ikkinchi xayol bilan har safar shu narsani qilaman. Bu esa the best way to learn something is to teach, ya'ni nimadirni yaxshi o'rganishni xohlaydigan bo'lsam dars o'tishim kerak va agarda siz ham nimadirni o'rganishni xohlaydigan bo'lsangiz, unaqa holatda dars o'tinglar. Men hozir kameraga dars o'tyapman va kamera orqali sizlarga bu informatsiyalar yetib kelyapti. Nimaga o'zi Instagramda kontentimni to'xtatib qo'ydim? Ya'ni kontent qilmaganimga 3 yil bo'ldi va shu orada men juda ham ko'p sizlarga aytdim, ya'ni yaqinda kontent chiqadi, ana endi chiqadi. Shunaqa qilib juda ham ko'p aldab yurdim deb ham aytsam bo'ladi. Bunga sabab esa oxirgi paytda perfeksionist bo'lib qoldim. Ya'ni xayolimda shunaqa narsalar o'tishni boshladi. Agarda prosmotr o'tmaydigan bo'lsa nima qilaman? Yaxshiroq kontent qilishim kerak. Meni insonlar Amerikani ko'rsatib yuradigan bola sifatida qabul qilishlarini xohlamirdim. Shuning uchun men o'zi biznesmenman, men hech qanaqa bloger emasman va ko'p odam ko'rmasa ham kamchilikka shunaqa videolar foydali bo'ladi degan umiddaman. Shuning uchun bunaqa stildagi kontentlar ham unaqa kuchli montaj bo'lmaydi, oddiy sifatida. Mana shunaqa vid stilda sizlar bilan gaplashamiz, ko'proq podkast stil deb ham qabul qilsanglar bo'ladi. Bir haftada 5 marta YouTube'ga video joylashtirishga harakat qilaman va rubrikamiz xatolar kundaligi bo'ladi. Har bitta inson hayotida xatolar qiladi va shu qatorida men ham men imенно maqsadim milliarder bo'lish, dollariy milliarder bo'lish. Birinchi qadamim o'sha. Endi millioner birinchi bo'lish kerak, undan keyin milliarder bo'ladi. Shuning uchun shunaqa videolar qo'yib, sizlar bilan gaplashib, bora-bora o'zimni personal brandimni oshirmoqchiman va ko'p insonlarga shu qatorida yordam bermoqchiman. Ya'ni agarda ko'p emas, kam insonlarning hayotiga qanaqadir 1% bo'lgan taqdirda ham o'zgartirishga hissa qo'shadigan bo'lsam, men juda ham xursand bo'laman va sizlardan bitta narsani iltimos qilib qolaman. Kamchilik bo'lgan taqdirda ham kommentariy yozinglar. Ya'ni agarda bitta video yoqmay qolgan bo'lsa, o'zingizni fikringizni yozib qoldirsangiz bo'ladi yoki video realni foydali bo'layotgan bo'lsa, o'sha haqida ham qisqacha ma'lumot qoldirsanglar, bu narsa menga juda ham katta motivatsiya beradi va shunaqa turidagi kontentlarni ko'proq qilishga harakat qilaman. Endi xatolar kundaligi o'zi qanaqa bo'lib ketadi? Ya'ni birinchi qismimiz bu yerda men o'zi hayotim davomida 2-3 million dollar topganman, undan sal ko'p bo'lmasa, lekin u pullar hammasini ishlatib tashlaganman. Bu narsani tushuntirib beraman. To, что millioner bo'lish va million dollar topish bu ikkita boshqa narsaligini va hozirgi paytda ko'pchilik mana shu tradingga qiziqib ketyapti. Trading haqida gapirmayman, no umumiy olganda prosta informatsiya bo'lish uchun ikkita tushunchani tushuntirib beraman. Va o'ylashim bo'yicha men qilgan xatolarni juda ham ko'p odamlar qiladi va men imенно shu narsalarni aytib ketadigan bo'lsam yokida siz hali shu xatoni qilmagan bo'lsangiz yokida qanaqadir xato qilib qo'ydim va shu narsaga qanaqa yechim qidirayotgan bo'lsam, bir-birimizga solishtiradigan bo'lsak, o'ylashim bo'yicha birgalikda tez rivojlanib, tez o'ssak bo'ladi. Shuning uchun do'stlar, hammaga kattakon rahmat. Obuna bo'lmagan bo'lsanglar, obuna bo'lib qo'yinglar. Bu Abdiaziz US YouTube'dagi kanali va xudo xolasa bugun o'ziga ikkita video joylashtiramiz. Birinchi xatoni bo'lmasam boshladik. Okay, yaxshi.